3 xonali arzon narxda 3-qavatdan g'ishtli gazlar ulangan domdan topib qo'ydim. Assalomu alaykum. Barchalarga joylashgan manzili Gorgaz eski suvni oldidagi 8 qavatli yangi qurilgan elitni lifli domimiz 3-qavatdan. Asosiy kirib chiqish eshiklari kirib kelishingiz bilan anchagina keng prixoshli qismimiz mana bunaqa shkoflarimizni o'rnatib qo'yganlar va oynalarimiz qilingan dekorativ ishlovlar berilgan ikkita podsvetkalarimizni ilib qo'yganlar. Kirgandan to'g'ri uyimiz sanuzol xonasi to'liq kafir qilingan, leytun tazarimizni o'rnatib qo'yganlar. Yangi holatda ta'mirdan keyin hech kim yashamagan suv iskich bo'lalarimiz qilingan. Uyimiz umumiy maydoni 85 metr kvadrat. Juda ham zo'r narxda sotuvga qo'yilibdi. Ulgurib qo'yinglar, kamdan kam bunaqa kvartira sotuvga chiqadi. Balandligi adashmasam 3,5 metr, birinchi xonasi, ya'ni katara yotoqxonasi, spalnamizni o'rnatib qo'yganlar, podsvetkachalarimiz ilingan. Ikkinchi tomondan ko'rinishi uyimizni laminatlarimizni qilib qo'yganlar, to'liq cho'pib qilingan ayoqdagi qismimiz. Bu yo'qni 3-xona sifatida foydalansangiz bo'ladi, ya'ni mehmon kutib olish uchun yaxshi variant. Bu uyimizni bo'lyapti. Ikkinchi xonasi uylarimiz alohida anchagina keng, yorug', shinam poloshalarimiz to'shalgan. Bu yoqda elta paratlarimizni ilib qo'yganlar. Ikkinchi tomondan ko'rinishi uyimiz juda ham zo'r ta'mirlab qo'yilgan. O'zimga yo'q, to'g'risini aytsam, hamma qulayliklariga ega. Yo'qmi? Mana bunaqa eshiklar bilan yopib qo'ygan ekanlar, hid o'tmasligi uchun. Kuxna mebellarimiz, gazlarimiz, vichkalarimiz o'rnatilgan. Yangi holat, hali salafonlar olinmagan, ko'rishingiz mumkin. Istiroklarimiz, duh kamera, xalajiklarimiz qilib qo'yilgan. Hamma jihozlar bilan birga sotuvga qo'yilibdi. Duh konturi kotel orqali istiladi. Gaz o'chqiramizni ham o'rnatib qo'yganlar. Gazlari ulangan, elitli, lifli, novostroyka domimizni 3-qavatdan shu 3 xonali qilingan kvartiramiz sotuvga qo'yilibdi. Ulgurib qo'yinglar. Juda ham chiroyli ta'mirlab qo'yilgan. O'zimga yo'q, to'g'risini aytaman. Kimni qiziqtiradigan bo'lsa, agar pastda nomer qoldirib o'tdik, murojaat qilib kelib ko'rib baraka qilib ketisharmikin. E'tiborlar uchun rahmat. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Gazlar ulangan, lifli, g'ishtli novostroyka domimizni 4-qavatdan 3 xonali qilingan kvartiramiz sotuvga chiqib qoldi. Arzon narxda. Assalomu alaykum. Barchalarga ayni damda uyimizni birinchi xonasida turibmiz. Elta paratlarimiz ilingan, dekorativ ishlovlar berilgan, juda ham chiroyli ta'mirlab qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Devorlarimiz sifatli mo'yish aboylardan ishlatilgan. Ayoqda ham to'liq laminat qilingan. Asosiy kirib chiqish eshiklari kirgandan anchagina keng. Hol qismi eng asosiysi kvartiramiz 2 tomonlama skvanzoy proyektli. Shu ikkita derazani ochsalar agar shamol aylanishi yaxshi bo'ladi. Umumiy sanuzol xonasi ko'rsatib o'taman, to'liq kafil qilingan, akkuratli holatda leytun tazarimizni o'rnatib qo'yganlar, rakonamiz qilingan, ichki eshiklarimizni ham qimmatdan o'rnatib qo'yganlar, magnit eshiklardan ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizni 3-xona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni detskiy xona qilsangiz bo'ladi. Radiatorlarga ulangan, laminatlarimizni qilib qo'yganlar, to'liq sifatli mo'ysha bo'ladan ishlatilgan. Bu yerda uyimizni oshxona qismi bo'lyapti. Bir tomonga kafilchalar terilgan, laminatlarimizni qilib qo'yganlar, radiatorlar ulangan, derazalar o'rnashgan, plazerda kvartiramiz duh konturi kotel orqali ishladi. Gaz o'chqiramizni ham o'rnatib qo'yganlar. Ikkinchi tomondan ko'rinishi adashmasam balandligi 3,5 metrni tashkil etadi. Joylashgan manzili Terakzor, pasport stolining oldidagi 8 qavatli yangi qurilgan elitni g'ishtli, lifli, eng asosiysi gazlari ulangan domimizdan 4-qavatdan shu 3 xonali qilingan kvartiramiz sotuvga qo'yilibdi. Bu uyimizning 2-xonasi elta parzachamiz ilingan, radiatorlariga ulangan, juda ham chiroyli qilib ta'mirlangan. Umumiy maydoni 80 metr kvadratni tashkil etadi. Juda ham zo'r narxda sotuvga qo'yilibdi. Ulgurib qo'yinglar. Kvartiramiz kimni qiziqtiradigan bo'lsa, agar pastda nomer qoldirib o'tamiz, murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ota o'g'lini qanchalik yaxshi ko'rishini shu uyimizdan ham bilib olsak bo'ladi. Assalomu alaykum barchalarga. 3 xonali kvartiramiz 115 metr kvadratli sotuvga qo'yilibdi. Ayni damda uyimizning birinchi xonasida turibmiz. Balandligi adashmasam 3,5 metrni tashkil etadi. Radiatorlariga ulangan, 2 tomonlama skvazon proyektli fayzli xonadonimizning syomkasiga yetib kelganmiz. Asosiy kirib chiqish eshiklari kirgandan anchagina keng. Prixoshli qismimiz joylashgan manzili 5-mikrorayon Orbita ko'chasidan sotuvga qo'yilibdi. Bu ko'chadan ko'p kishi kvartira qidiradi, lekin kamdan kam sotuvga chiqadi. Men sizlarga 3 xonali 115 metr kvadratli kvartira topib qo'ydim. Barcha jihozlar bilan birga sotuvga qo'yilibdi. Televizorimizni qilib qo'yganlar. Barcha qulayliklarga ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina keng uylarimiz alohida. Uyimizni ko'rdingizlar. Ichki eshiklarimiz o'rnatilgan, juda ham chiroyli ta'mirlab qo'yilgan.
5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domimizni 5-qavatda joylashgan. Gaz, svet, suv, umuman yo'q, hamma hujjatlar joyida. Mexki mebelcharimizni o'rnatib qo'yganlar, televizorimizni ham qilish unutmaganlar, chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Radiatorlariga ham ulangan, derazadan o'rnashgan plastik derazalar. Bu uyimizning 3-xonasi bo'lyapti. Ko'rdingizlar? Uylarimiz alohida, anchagina keng, yorug', xushnam. Bu razyalarimizdagi sanuzo xonalarimiz, suv iskech boilerlarimiz o'rnatilgan, to'liq kafillik qilingan. Uyimizning yuvinish xonasi akkuratli holatda ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizning kattagina bo'lgan oshxona qismi o'zini 9 metrli balkonlarga ham ega. Konsertlarimizni o'rnatib qo'yganlar, ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Kuxona mebellarimizni, siralkalarimizni, gazlarimizni o'rnatib qo'yganlar, barcha qulayliklarga ega. Bu yerda xalajniklarni ham qilib qo'yganlar, anchagina keng ko'rishingiz mumkin. Bunaqa lokatsiyadan kamdan-kam kvartira sotuvga chiqadi. Simbolik 115 metr kvadratli 3 xonali 5-qavatda joylashgan kirpichin domdan gaz, svet, suv, umuman yo'q, hamma hujjatlari joyida. Ulgurib qo'yinglar, juda ham zo'r narxda sotuvga qo'yilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hamma izlaydigan 6 metrli balkonni zo'rdan topib qo'ydim. Domi vetrenli kvartira 3 xonali 3-qavatda joylashgan. Bunaqasi kamdan kam chiqadi. Balkonni tapchanchasini tayini qarang. Mana bunaqa o'zini maxsus chiroyli tortmachalar ham qilib qo'yilgan ekan. Bu yoqda kuxni garniturlarimiz, asosiysi balkonga oshxona chiqarilmagan, oshxona o'zini joyida. Bu yoqda qo'shimcha naborlari chiqqan, faqat barcha eshik derazalar almashgan, juda ham zamonaviy va sifatli ta'mirlangan holatda. Davom etamiz. Qaranglar, sanuzel xonamiz bitta qilingan, qimmat vannalarda o'rnatilgan, kafil qilingan, suv isitgichlar alohida DD firmadan. Davom etamiz. Bu yoqda kiraverish eshigi, ustida konditsionerlari, bu yoqda oyoq kiyim qo'yadigan shkaflarimiz akrildan, eshiklarimiz qimmatidan. Kvartiramizning mehmonxonasi, bu yoqda chiroyli qandillar, parda, qimmat gilamlar, yumshoq mebellargacha qilingan. Davom etamiz. Bu yoqda esa kvartiramiz juda ham katta yotoqxonasi, bu yoqda ham chiroyli ishlovlar berilgan. Va oxirida detskiy xonamizni ko'radigan bo'lsak, detskiy xonamizda 2 qavatli va bunaqa spalnisi, bu yoqda dars qiladigan stollari, ustida javonlari bilan, bu yoqda alohida kattagina shkaf qilib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. 5-mikrorayon, shunagina 31-maktabning oldginasida, maktab bilan oralig'i 100-150 metr. 5-mikrorayon Jomi ko'chada joylashgan. Aloqaga chiqib, kelib ko'rib, ustida baraka qilsangiz bo'ladi. 7-mikrorayonda joylashgan 3 xonalik tayyor xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Joylashgan lokatsiyasi maktabning oldidan 7 qavatli liftlik domimizning 7-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 80 metr kvadrat tashkil etadi. Proyektni birgalikda ko'rib o'tamiz. Proyekt bo'yicha asosiy kirish eshiklari, kirganingizdan kvartiramizda anchagina keng, koridor qismi, koridor ham anchagina katta, xonalari alohida. Bu yerda proyekt bo'yicha kvartiramizning oshxona qismi. Kvartiramizda isitish tizimi kotoldan, radiatorlar to'liq o'rnatilgan. Oshxona jihozlari ham to'liq mavjud. Balandligi 330 metr. Xonadonimiz g'ishtlik. Bu yerda esa kvartiramizning birinchi xonasi. Proyekt poltorastoronniy plus ochiq balkonlarga ham ega xonadonimiz. Bu yerda esa proyekt bo'yicha kvartiramizning ikkinchi xonasi to'liq aboy qilingan. Liftlar ishlab turibdi. Yana bitta alohida koridori mavjud. Bu yerda chap tarafimizda sanuzalar va kvartiramizning yotoqxona qismi. 3-xonasi. Derazalari yaxshi 2 qavatli plast derazalardan. Bu yoqda esa proyekt bo'yicha kvartiramizni yuvinish xonasi bilan hojatxona qismi. O'qtaygacha to'liq kafil qilingan. Va ko'rsatib o'tganimdek koridori. Qulay lokatsiya, maktab, bog'cha, poliklinikaning oldida joylashgan. Narxi hamyonbop narxda, liftlar ishlab turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Shunday qarab kelasizda, nima ekan bu deb hayron qolasiz. Shunday ochsangiz agar orqasida san'at asari bo'lib turibdi. Kuxni garniturni mana shunaqa vitrajli eshik bilan yopib qo'yganlar. 3 qavatli garnitur. Bu yoqda o'zini gaz plita, vitishka, moyka, kir mashina uchun joy va xolodilniklargacha qilingan. Holni qaranglar chiroyligini. Xohlasangiz qaytib buni yopib qo'yasiz. Hech narsa bilinmaydi ham, hidi ham chiqmaydi. Kiraverish eshigi kirganda televizorlar, mana bunaqa chiroyli katta hol hamda mana bunaqa prixoshkalar ham qilingan. Bu yoqda sanuzel xonasi, 1 xonalik kvartiradan 3 xonalik kvartira yasab qo'yganlar. Lekin bu aqlga sig'maydigan ish bo'lsa ham
chotki chiqqan, juda havasim keldi kvartiraga. Shuni olib ijaraga berib qo'ysangiz ham bemalol $300 atrofida ijarachi qo'yib beramiz. Yo'kida agar olib o'zim maza qilib yashayman desangiz ham zo'r lokatsiya. Buxoro City, gazlik, liftlik, monolit dom narxchasi ham zo'r. Qo'shimchasiga pastiga buni korzinka ochilgan. Bu so'nggi xonasi aytgancha ochiq balkoni ham bor. Kesalarda chiqib ko'rasizlar. Kimga qiziq bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, kelib ko'rib baraka qilinglar. Men o'ylayman, genialniy yechim qilingan. Juda ham zo'r kvartira. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Sizlar ham fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bunaqa uylarni o'tkazib yurmaslik uchun bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.